Bismillahirrohmanirrohim. Boshlardingmi? Boshladik. Alloh taolaga beadad hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat durudlar bo'lsin. Hurmatli hoji ota, hoji onalarimiz, Uhud maydoniga xush kelibsizlar. Bu maydon qanday maydon? Bu maydon jang maydoni emas. Bu maydon Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun jonlarini fido qilgan fidoilar maydoni. Bu joy qanday bir joy deyilsa, jannatiy bo'lgan haqiqiy rijollarning maydoni. Bu maydon qanday maydon desa, bu maydon bir ummatning o'z payg'ambariga qanday qilib bog'lanishligi kerakligini ko'rsatib qo'ygan maydon. Bu maydon qanday maydon desa, siz va bizlar mana shunday chiroyli iymon nuri bilan munavvar bo'lib hayot kechirsin deya o'zlarini jonlarini fido qilib, qonlarini fido qilgan fidoilarning maydoni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu joyda biz ummati rohat namoz o'qisin, Xudoni tanisin, birovlarni insonlarning haqlariga zulm qilmasin, to'g'ri yo'lda sobit bo'lsin, chiroyli hayot kechirsin deya yuzlari ikkita temir teshib kirgan holatgacha tushganlar. Payg'ambarimizning tishlari singan bu joyda. Payg'ambarimizning peshonalari yollagan bu joyda. Mana shu joyda turganlar, ya Rasululloh deb aytkim keladi. Sizni peshonangiz yorilishligini o'rniga peshonasi yorilishlikka rozi bo'ladigan ummatlar bo'ladi. Sizni tishingizni bittasi singanni o'rniga barcha tishini fido qilishlikka tayyor bo'lgan ummatlar turibdi. Bu joyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni himoya qila olmadiku, lekin Rasulullohni yaxshi ko'radigan haqqoniy oshiqlar, muhabbat qo'ygan ummatlar turibdi. Qiyomat kunida bizlar ham mana shular qatorida bo'lsak, bizlar ham turib berardik deb ayta olamiz, alhamdulillah. Mana shu muhabbatimiz bor bo'lganligi uchun Alloh taolo ko'rib bizlarni mana shu joylarga olib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatim rohat bir holatda namoz o'qisinlar, uylarda xotirjam bo'lsinlar, ular iymonni tanisinlar, qizlarini yerga berayotgan johiliyat davridagi kabi qizlarning tiriklarini yerga ko'mishmasin, Xudoni tanib jannat yo'lida chiroyli farovon hayot kechirsin deya barcha boshidan o'tkazgan musibatlarni o'tkazib bo'lgan ekanlar. Kim uchun yashadingiz ya Rasululloh deb so'rasangiz, siz uchun ey ummatim, siz jannatga kiring deb shu narsalarni qildim deydi. Bu sahobalarga kim uchun jonlaringizni fido qildingiz desa, birortasi ota-onam uchun chiqdim demaydi. Siz birodarlarimiz Allohni taninglar deb jonlarimizni fido qildik deb aytishadi. Shu 70 ta shahid mana shu o'ralgan joyda dafn qilingan. Alloh va rasulining arsloni Hamza bin Abdul Muttolib mana shu joyda. Payg'ambarimizning amakilari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning eng yaxshi ko'rgan sahobalardan Mus'ab bin Umayr ikkala qo'li chopilib ketib, bo'yniga zarba yeb yerga tushib mana shu joyda shahid bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu toqqa ajoyib bir iltifot ko'rsatganlar. Uhud jabalun yuhibbuna va nuhibbuhu. Uhud tog'i bizni yaxshi ko'radi va biz Uhud tog'ini yaxshi ko'ramiz deb aytgan tog' mana shu tog' bo'ladi. Yakka yagona Rasulullohning muhabbatiga sazovor bo'lgan tog' shu bo'ladi. Va mana shu tog'ni payg'ambarimiz jannat tog'i deb nomlaganlar. Jannatga kiradi bu tog' ekan. Nima uchun desa, Habibulloh himoyasida bu tog' ham turib bergan ekan Uhud kunida. Rasululloh himoyaga olgan, o'zining quchog'iga olgan tog' mana shu tog' bo'ladi. Dunyo ko'zi bilan jannat tog'ini Alloh bizlarga ko'rishlik nasib qildi. Robbim jannatingga kirib mana shu jamoatimiz bilan jannatdan turib mana shu jannat tog'ini ko'rishlikni bizlarga ota-onalarimiz, farzandlarimiz, yaqinlarimiz, zurriyotlarimizga nasib qildi. Xo'p, endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni fidoilarni bir taniydigan bo'lsak, hijratning 3-yiliga qaytamiz. Rasululloh Madinaga ko'chib kelganlar, 1 yil o'tib Badr jangi bo'ladi. 313 ta sahoba-ikrom bilan Rasululloh 1000 kishilik makkaliklarni mag'lubiyatga uchratadi. Mana shuni qasosini olishlik uchun 1 yil makkaliklar tijorat mol-mulklarni, pullarni ajratib askar to'playdi. 3000 ta askarni to'plab hijratning 3-yili, Badrdan 1 yil keyin 3000 ta askarni to'playdi Abu Sufyon. 15 ta ayol kishi bo'ladi. Ayollarning ichida Hind binti Utba bor, akasini va otasini Hamza 1 yil avval Badrda shahid qilgan, qatl qilganligi uchun Hind binti Utba nima degan bo'ladi? Hali kelaman, Hamzani qatl qilib, qornini yorib, jigarini yeyman deb qasam ichgan bo'ladi. Ayollarni qo'llariga childirmalarni ushlatib qo'yib, erkaklarni shijoatlantiringlar, gapinglar bilan shijoatlantiringlar deb ayollarning 15 tasini qo'shib olgan bo'ladi. Va hali iymonga kelmagan, lekin turishi bir qo'rqituvchi haybatga ega bo'lgan Xolid ibn Valid ham hali musulmonlar safida emas. 200 ta otliqning boshchisi, chavandozlarning boshchisi, raisi o'laroq yo'lga chiqqan bo'ladi. Payg'ambarimizga xabar yetib keladi. Quboda borgan, Qubo masjidimizda Rasululloh maktubni ochsalar, amakisi Abbos bin Abdul Muttolibdan maktub kelgan. Ne ko'z bilan qarasin, o'qisa, din dushmanlari yana xotirjam qo'ymayapti islomni, musulmonlar.
Payg'ambarimiz Masjid Nabaviyga qaytadilar, sahobalarni jamlaydi Shavvol oyida. Juma kuni Rasululloh aytadi ularga, shu makkaliklar 3000 ta yana askarni to'plab Madinaga hujum qilamiz deb kelyapti ekan. Tush ko'rdim, tushimni aytib bermoqchiman. Tushimda deydi bir sigirni so'yilganligini ko'rdim. Alloh menga bir sigirni so'yilganligini ko'rsatdi. Qilichimning uchining sinib ketganligini ko'rdim va qalqonimga o'ranib olganligimni ko'rdim. Sahobalarga aytayapti. Buni ta'birini sizga aytadigan bo'lsam, sigirni so'yilganligi sizlarning ayrim erkaklaringiz mana shu jangda shahid bo'lib, qatl bo'lib o'lasizlar. Qilichimning uchini singanligi meni ahli baytimdan, qarindoshimdan bo'lgan eng aziz bo'lgan qadrli insonimni yo'qotaman. Sovutimga o'ranib olganligim esa dedi, Madinada qolaylik, tashqariga chiqib jang qilmaylik. Agar ular Madinaga bostirishmay ketib qolsa, yaxshi ketib qolishgan bo'ladi. Agar bostirsa Madinada himoyalanib turamiz, jang qilmaymiz degan ekan. Shunda Abdulloh bin Ubay bin Salul degan bitta odam o'rnidan turadi-da, "To'g'ri aytdingiz, Madinada qolganimiz yaxshi, ayollar, yosh bolalar ham yordam beradi bizga" deydi. Hazrati Hamza o'rnidan turadi, qabrlar shu yerda. Qilichini chiqarib, "Ya Rasululloh, agar biz chiqib bularga qarshilik ko'rsatmasak, ular bizlarni qo'rqoq deb o'ylaydi" deydi. "Mana shu qilichimni qiniga solmayman, toki dushman bilan jang qilmagunimgacha" deydi ekan. Shu paytda Anas bin Nadr degan, eslab qoling bu sahobani. Anas bin Nadr o'rnidan turadi, "Ya Rasululloh, 1 yil avval Badr jangi bo'lgan edi. Badr jangiga qatnashganlarni Alloh taolo nima deb maqtab, ulug'lab erkalatdi? Xohlagan amalinglarni qilinglar, gunohinglar mag'firat bo'ldi, jannati bo'ldinglar" degan ekan. Jannatini yutdi birodarlarimiz. Menga Badrga qatnashlik nasib bo'lmaganida Allohga so'z berib qo'yganman dedi. Allohga so'zim bor dedi. Nima deb so'z bergan? Kelasi jangga Allohim agar meni qatnashtirsang, jonimni sen uchun fido qilaman jannating uchun deb so'z berganman. Allohga o'zimni qanday banda ekanligimni ko'rsataman deb so'z berganman. Qatnashaylik, jang qilaylik deb va ko'pchilik shu fikrga qo'shilib ketgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sekin xonalariga kiradi-da, Abu Bakr va Umar orqasidan kirib 2 qavat sovut kiydirib jangga chiqib keladilar. Chiqib kelgan paytda sahoba ikromlar bir-birini so'kib qo'yishadi. Nima deb so'kadi? Rasululloh Madinada qolaylik desa, sizlar Rasulullohning gapini ustiga gap gapiryapsizlar, Allohning g'azabidan qo'rqmaysizlarmi deb sahobalar bir-birini so'kayotgan bo'ladi. Shunda payg'ambarimiz chiqib kelsalar nima deydi? "Ya Rasululloh, uzr so'raymiz. Madinada qol desangiz qolamiz, itoat qilamiz sizga" deydi ekan. Payg'ambarimiz qachonki payg'ambar jang uchun sovutini kiygan bo'lsa, o'zi kiyib chiqqanlar, endi jang bo'lmagungacha bu sovut yechilmaydi deydi. Jang bo'ladi, to'plansinlar. Va juma kuni juma xutbasiga chiqib ma'ruza qiladi va Alloh taoloning diniga mollari bilan, jonlari bilan hissa qo'shayotganlarni, fazilatlarini aytadi va sahobalar bu fazilatga ega bo'lishlik uchun to'plana boshlaydi. Hatto bir sahoba qo'lidagi xurmosini bozorga sotgani ketayotgan bo'ladi. "Ya Rasululloh, jangga qatnashsam, xurmoyimni sotmasdan qatnashsam, mana shu jangni evaziga Alloh jannatni beradimi?" deganda, "Jannatli bo'lasiz" deganda xurmosini tashlab jangga qatnashaman deb safga qo'shilgan ekan. Safga qo'shilayotgan paytida oralariga Amr ibn Jamuh degan sahoba kirib keladi. Bir oyog'i cho'loq, 80 yoshiga yetib qolgan keksa bir sahoba. 4 ta o'g'li bor. Jangga e'lon berilganda fazilatini eshitib uyga kirib, ayoliga sovutlarimni ol deb kiygizib, 70 yoshdan o'tgan 80 yoshga qarab boryapti, bir oyog'i cho'loqlarni bosadigan. O'rayasi 4 ta o'g'li, "Otasiz qayerga ketyapsiz?" deydi ekan. "Rasulullohning himoyasiga jangga chiqib ketyapman" desa, "Yo'q, siz o'tiring, siz qoling" deydi ekan. Alloh sizga uzr bergan. Siz yoshingiz bir yoshga yetib qolgan bo'lsa, bir oyog'ingiz cho'loq bo'lsa, Alloh uzringizni qabul qilgan desalar, hali senlar meni jannat yo'limdan to'sishasanmi? Senlarni men Rasulullohga borib shikoyat qilaman deb payg'ambarimiz oldiga kelib shikoyat qilgan ekan. "Ayting o'g'illarimga ruxsat bersinlar, men mana shu cho'loq oyog'im bilan jannatga qadam bosishlikni Allohdan umid qilyapman" deydi. Desalar, "Otangizga ruxsat bering" deb mana shu sahoba ham qo'shilib ketgan ekan. Ayollardan payg'ambarimizning ammalari Sofiya bint Abdul Muttolib, Nusayba bint Ka'b, Ummu Amora, Ummu Sulayt onalarimiz ham jangga keladi. Qo'llariga meshni ushlagan, "Rasululloh, bizlar ham jangga hissamizni qo'shmoqchimiz. Meshlarda, suvlarda tashiymiz. Joningizga xatar yetadi. O'lib qolishinglar mumkin. O'q teyishi, qilish yo'q. Alloh taolo dini uchun qayerda din rivojlangan bo'lsa, erkaklarni bilan emas, erkaklarning orqasida turgan ayol onalarning ko'z yosh duolari bilan rivojlangan. Buxoriy bo'lib qolmagan. Imom Azam bo'lib qolmagan ekanlar. Uni orqasida turgan onalari bo'lgan ekanlar. Ularning orqasidan duo qilib, mana shu xizmatni qilishlik uchun turib beradigan, jiddiy jahdi bilan turib berganliklar uchun Buxoriylar Buxoriy, Imom Azam bo'lgan ekan. Sahobiy onalarimiz ham biz ham hissamizni qo'shamiz deganda payg'ambar xursand bo'ladi va 1000 kishi atrofida to'planib payg'ambarimiz mana shu Uhud maydoniga chiqishlikka Madinadan yo'l oladi. Yo'lga yetganida
yana sinov ustiga sinov. Balo kelsa qo'sha keladi deydi-yu, ha? Musibat kelsa qo'shaloq bo'lib keladi. Sinov ustiga sinov. Shayxoy degan joyga yetganda ichidan zarba yeyapti payg'ambarimiz. Abdulloh bin Ubay bin Salul degan munofiq askarning ichida bo'ladi. O'rnidan turadi, nima deydi? "Ey haloyiq" deydi. Payg'ambar tushida Madinada qolaylik desa, yosh bolalarning fikrlariga qo'shilib o'zimizni o'ltirishlik uchun mana shu joyga chiqib kelyapmiz deydi. Men Rasulullohning fikrini ma'qullaganimda meni gapimga quloq solmasdan yosh bolalarning gapiga quloq solib chiqib kelishdik. Men o'zimni o'zim o'ltirmoqchi emasman. Men qaytdim, aqli fikri joyida bo'lgan inson men bilan qaytsin deb 300 ta munofiqni 1000 taning ichidan ajratib olib chiqib ketadi. Qarang, munofiq ekan 300 tasi. Ajralib chiqib ketadi. Abdulloh ibn Harom orqasidan yugurib ularga top faryod solib, Rasulullohga bergan va'dangizni esdan chiqardingizmi? Rasulullohning jonimizni bahosiga bo'lsa ham himoya qilamiz deb va'da berishgansa to'xtash desa ham ular ketib qoladi. Payg'ambarimiz 700 kishi bilan qoladilar, lekin to'xtamaydilar. Bir qarasa sahobalar ichida balog'at yoshiga to'lmagan sahobalar bo'lar ekan. Shularga qarab turib, "Ya sizlar chiqinglar, qaytinglar sizlar, jangga qatnashmaysizlar" deb ularni qaytarayotgan paytda Rofi' degan sahoba, "Ya Rasululloh, men kamon o'qini yaxshi otaman" deydi ekan. "Men qolay" desa, otasi ham "Qolsin o'g'lim, ya Rasululloh, sizga yordamchi bo'ladi" deydi. Kamon o'qini rostdan nishonga urganlarda "Qoling" deganida, do'sti Samura turib, "Nimaga meni do'stim qoladi, men qolmayman? Men undan kuchliroqman, kurashda yengib qo'yaman. Meni kuchim ko'proq. Kurashding ya Rasululloh" deganda, Rasululloh ikkalasini kurashtirsa, boya kamon otganda do'sti Samura yengib qo'yganda ikkalasini ham olib qolar ekan. Balog'at yoshiga yetmagan ham din uchun fidoyi bo'lgan ekan. Jonlari berilmagan, shahid bo'lmagan, lekin qo'shilgan, safini belgilagan, safini. 700 kishi keladi, mana shu Uhudning etagiga keladi. Qarang. Mana shu Uhudning tagida uylar bor. Ana shu uylar qurilgan joyga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam askarni 10 tarafini shu joyga qo'yadi. 10 tarafini Uhudni 10 tarafi bilan to'sdi. Qarang, Rasulullohning 10 qanoti Uhud bilan to'sildi. Orqasini ham Uhud bilan to'sdi. Endi dushman 10 tarafi orqa tarafdan hujum qila olmaydi. Chap tarafini qaraysiz. Chap taraf ochiq. Mana shu tarafdan ham, oldi tarafdan ham dushman ikkala tarafdan hujum qiladigan bo'lsa, mag'lubiyatga uchrab qolamiz deb payg'ambarimiz chap qanotni ham to'sishlik uchun mana shu toqqa 50 ta kamonchini ajratib turib, mana shu toqqa chiqaradilar. Aynan tepasi deyiladi. Abdulloh bin Jubayrni boshliq qiladi va Rasulullohning buyrug'ini qarang, nima degan? Bir narsani bilganki, bu Habibulloh aynan shu jumlalarni ishlatib so'z ishlatgan. Qaranglar degan. Sizlarda ishingiz jangga qatnashishlik emas, kamon o'qi bilan orqamizdan hujum qilmaslik uchun kelganlarni qaytarasizlar deydi. Sizlar jangga qatnashmaysizlar. Endi qarang, siz bizni g'olib bo'lganimizni ko'rib, g'animat to'playotganligimizni ko'rsangiz ham, siz bizlarni mag'lub bo'lib, jasadlarimiz yerda yotib, o'laksa qushlari kelib yeyotganini ko'rsangiz ham, mendan tushinglar degan buyruq kelmagungacha aslo tark etmaysizlar. Mendan buyruq kelmaguncha akilmaysiz. Abdulloh bin Jubayr boshchisi sam'an va ta'atan, eshitamiz va itoat qilamiz deb 50 ta kamonchini olib chiqib ketadi. Payg'ambarimiz o'ng qanotini yopdi, orqani yopdi, chap tarafni yopdi. Sababini qildik, tavakkalga keldi. Natijasini Allohga havola qilishlikka. Qo'lini duoga ochdilar. Ya Robbiy, mana shu ko'rib turgan 700 ta bandangdan yer yuzida ibodat qilayotgan boshqa bandang yo'q. Agar bularni o'z fazling, o'z rahming bilan himoyaga olmasang, halok bo'ladigan bo'lsa, yer yuzida senga ibodat qiladigan banda qolmaydi. Ya'ni bu din davomiy bo'lib ketmaydi, tugaydi dedi. Duoda qilgandan keyin Jabroildan nima keldi? Bashorat keldi. Uhud jangi boshlanishidan oldin Uhuddagi shahidlar va sahobalar hammasi Uhudda g'olib bo'lishlik va'dasini Rasulullohdan olib bo'lgan edi. G'olib bo'lishlik. Alloh va'da qildi. Agar itoatlik, taqvolik va matonatlik bo'lib Rasulullohning yonida turib bersangiz, Badrda g'olib bo'lganingizdek g'olib bo'lasizlar. Badrda tushgan, nusrat uchun tushgan o'sha otdagi farishtalar tushib sizlarga nusrat beradi dedi. Sahobalar 700 kishiga 3000 tasiga 700 kishi qanday qarshilik qo'yamiz deb ichida ozgina qo'rquv borlar, qo'rquvlari chiqib ketdi. Hammasi shijoatlardi. Shunda payg'ambarimiz orqada turdi, safga tuzdi. Shanba kuni Shavvol oyining 7-si, ba'zi rivoyatda 15-i, shanba kuni sahobalarni ertaman tong saharda tuzdilar, qilichlarini chiqardilar. Mana shu qilichimni haqqini berganga qilichimni beraman dedi. Shunda Hamza radhiyallohu anhu o'rnidan turib so'ragan ekan. Menga bering ya Rasululloh qilichingizni deydi ekan. Deganlarda bermaydi. Hazrati Ali so'raydi, bermaydi. Hazrati Zubayr bin Avvom so'raydi, bermaydi. Men bu insonlarni ta'riflab o'tirsam kunlar ketadi. Zubayr bin Avvomni tushuntiraydi, kimga bermaganligini. Rim bilan urushganda Xolid ibn Valid 200 mingta askarning ichiga o'zi otni ustida kirib yorib, oxiriga borib qaytib chiqqan paytda bitta ham qilich zarbasi tegmagan holatda chiqib kelgan inson. 200 mingta askarning ichiga 3 mingta Mu'ta jangida.
3000 Xolid ibn Valid bilan 200 ming askarga kelgan. Qo'rqitib yuborishgan. Sahobalar ajoyib shunday iymonli, baquvvatli insonlar bo'lgan. Shu insonga ham bergan. Kimga bergan Rasululloh qilichini bu jangda? Abu Dujona degan bir sahoba bor, Simak ibn Xorasha. O'rnidan turadi, bo'ylari baland, baquvvatli kishi bo'ladi. Bu kishining bir odati bor edi. Bu kishi doimo yonida qizil bog'ich baylab yurardi yon boshiga. Bir ishni oxiriga yetkazaman deb qaror qilgan bo'lsa, qizil bog'ichni baylab oladigan bo'lsa, bo'ldi, Abu Dujonani mana shu ishni bitirishdan o'lni qaytara olmaydi deb bilishardi. Shunda Abu Dujona o'rnidan turdi, "Ya Rasululloh, qilichingizni haqqi nima?" dedi. "Birinchi haqqini ayting" deganlarida Rasululloh nima dedi? "Bu qilichimni haqqi" dedi, "dushmanga urib" dedi. "Dushmanni badanida" dedi, "qilichimni parchalab bukib olishingiz kerak" dedi. Deganlarida "Men beraman qilichingizni haqqini, ya Rasululloh, menga bering" deganlarida payg'ambarimiz Abu Dujonaga berishi bilan Zubayr nima dedi? "Men ammasini o'g'li bo'lsam, Rasulullohning bojasi bo'lsam, nimaga menga bermay Abu Dujonaga beradi? Hali Abu Dujonani jangda kuzataman, qilichni haqqini berarmikin" deydi. Abu Dujona qilichni olgandan keyin shart qizil bog'ish chiqardi-da, peshonasiga bog'ladi. Endi bu qilichni haqqi berilgungacha o'lish kerak bo'lsa o'laman degan ma'noda. Kibrlanib sahobalar ichida yurib chiqib ketganda payg'ambarimiz orqasidan qarab tabassum qilib, "Mana shunday yurishni Alloh yoqtirmaydi" dedi. "Lekin jangda" deydi, "dushmanga qo'rqinchli ko'rinishlik uchun ruxsat bor" dedilar. Shunda payg'ambarimiz bayroqni Mus'ab bin Umayrga bergan, muhojirlardan. Payg'ambarimizga eng ko'p o'xshagan, Rasululloh kabi muloyim, xulqati ham, xulqi ham Rasulullohga o'xshaydigan sahoba. Makkalik eng boy ayolning farzandi bo'lgan. Bugun kiygan kiyimini ertasi kuni kiymasdi ekan. Bugun sepgan atirini ertasi kuni sepmasdi ekan. Tasavvur qiling, Toshkentda Namanganda bitta eng boyvachchaning o'g'lini tasavvur qiling. Shunday eng qimmatbaho mashinalarni minadigan holatdagi bir boyning o'g'li bo'lgan. Rasulullohga iymon kelgandan keyin bu insonni onasi bilan Alloh sinagan. Onasi rozi bo'lmagan. Zanjirbat qilib baylab qo'yardi ekan, Muhammadga bormaysan desa zanjirlarni buzib borardi ekan payg'ambarimiz oldiga. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga qatnayotganlarda nima deganlar? "Shu dunyoligingni hammasini tortib qo'yaman agar Muhammaddan voz kechmasang" deganlarida, "Tortsangiz torting, Rasulullohdan voz kechmayman" deb dunyoligidan voz kechgan ekan. Keyin onasi bir kun o'tirib kirib kelsalar, "O'zim yemasdan ichmasdan o'zimni o'ldiraman agar Muhammaddan voz kechmasang." Shunda Mus'ab bin Umayr nima degan? "Onajonim, yagona maqsadim sizga iymon nasib bo'lib, jannatda ham men bilan birga bo'lishligingiz. Sizni yeringiz boshimning ustida" deydi ekan. "Lekin Rasulullohni qalbimdan sug'urib o'tolmayman" degan. Deganlarida payg'ambarimiz oldiga xafa bo'lib kelganlarida Rasululloh Makkadan buni Madinaga hijrat qilishlikka buyuradi. Madinaga kelib, Madina aholisini o'zi yolg'iz boshi bilan musulmon qilib yuborgan Avs bilan Hazraj qabilalari. Payg'ambarimiz Makkadan Madinaga hijrat qilganda kutib olgan musulmonlarning aksari mana shu kishining yagona sabab bilan musulmon bo'lgan. Shu kishiga bayroqni beradi. Qabrlari mana shu joyda. Demak, Uhud uni oxirgi kuni edi. Qo'liga bayroqni oldi. Bu kishi Madinada masjidga payg'ambarimiz oldiga kirib kelganlarida Rasululloh bir qarab turib aytar ekan, "Qaranglar" deydi ekan. "Voh, voh, voh" deydi. "Qaranglar. Alloh va Rasulining muhabbatini tanlab, dunyodan voz kechib, ustiga yirtiq yamoq kiyib kelgan zotni qaranglar" dedi ekan. Alloh va Rasulining muhabbatini tanlab, dunyodan voz kechgan kishi dedi ekan. Bu kishi shahid bo'lganlarida kafanlik ham yetmagan. Boshiga tortsa oyog'i ochilib qolar, oyog'iga tortsa boshi ochilib qolardi ekan. Boshini yopib, oyog'ini izhir degan o't bilan o'rab turib kafanlaylar degan. Shuning uchun Abdurrahmon ibn Avf aytadi, bir kun iftorlikka kelib, eng boy badavlat milliarder bo'lgan sahoba. Iftorlik qilayotgan paytda oldiga nozi ne'mat qo'yilgan paytda o'tirib yig'lab olgan ekan. O'tirib yig'lab olgan, "Nimaga yig'layapsiz?" desa, "Birodarim Mus'abni esladim. Mendan ko'ra Alloh taologa suyukliroq edi, lekin kafan ham nasib bo'lmagan. Boshini yopsak oyog'i ochilar, oyog'ini yopsak boshi ochilardi. Qo'rqamanki Alloh taolo oxiratda oladigan savob ajrlarni dunyoda o'zidayoq berib qo'ymayaptimikin deb qo'rqaman" deb yig'lab, o'sha kuni iftorlik qilmasdan yig'lab turib ketib qolgan ekan. Ana shu Mus'ab bin Umayr shu edi. Bayroqni shunga bergan, endi jang boshlandi. Abu Sufyonning bayroqdorining ostiga jang boshlanadi. Abu Sufyonning bayroq ko'targanlari. Bayroqdorlar 9tasini sahoba ikromlar qatl qiladi. Bayroq yiqilgandan keyin Makkaliklarning qalbiga qo'rquv tushib qocha boshlaydi. 3 marotaba Xolid ibn Valid mana shu joydan otlari bilan kelib o'tmoqchi bo'lganlarida kamonchilar ularni o'q bilan qaytargan bo'ladi. O'ta olmaydi va kamonchi bayroqdorlari, Abu Sufyonning bayroqdorlari bayroq ko'tarmay qo'yib tushirib yuborgandan keyin bir qarasa bayroqlar havoda, yo'q osmonda, demak mag'lub bo'lyapmiz degan qo'rquv kirib 3000 tasi qocha boshlaydi.
Sahobalar orqasidan quylaydi. Payg'ambarimiz Uhudning etagida qoladi, jilmasdan 9 ta sahoba bilan. Qolgan sahoba maydonga orqasidan quvib ketgan. Abu Dujon Rasululloh qilichini ushlab olgan. Qaysi makkalikka ro'paro kelsa bir urib yerga yotqizayotgan. Bir urib yerga yotqizayotgan bo'ladi. Makkaliklardan ham bitta polvon bor edi. Qaysi musulmonga ro'paro kelsa musulmonni yerga urib yotqizayotgan bo'ladi. Ikkalasi bir-biriga to'qnashadi. Abu Dujonaga makkalik urgan paytda qalqoniga qisilib turib, Abu Dujona qilich bilan olib, uni boshidan pastiga urganlarida, boshidan yorib kirib, qilich tortgan paytda qilich bukilib ketar ekan. Allohim shohidim bo'l, Rasulullohning qilishini haqqini ado etdim deb baqirgan ekan. Va haligi 15 ta ayollarning ichidan bitta ayolga borib qilichni uraman deb turib, Abu Dujona qilichni qiniga solib qaytib ketib qolgan ekan. Zubayr ko'rib qolar ekan bu. Alloh va Rasul yaxshiroq bilguvchidir deb qo'yib, jangdan keyin Abu Dujonadan so'ragan ekan. Nimaga o'sha jangda boyagi ayolni qilich urmasdan ketib qoldingiz, ey Abu Dujona deganda, qo'limdagi qilich Rasulullohning qilichi edi. Rasulullohning qilichini hurmatini bir ayolning qoni bilan hurmatini to'kib kelmadi. Zaifa ayolning qoni to'kildi Rasululloh qilichi bilan deyilishlikni xohlamadim degan ekan. Boyagi ayol kim edi bilasizmi? Jangdan keyin Hamzani qornini yorib, jigarini chaylab tupurgan Hind bin Utba edi, o'limdan saqlanib qolgan. Shunda Abu Dujona ortga qaytgan, Rasululloh qilishini haqqini ado etgan. Shunda oldiga qarab hujumga boshlanganda 50 ta kamonchidan 40 tasiga yaqini biz g'olib bo'libmiz, birodarlarimiz quvib ketyapti ularni. G'animatlardan nasibador bo'laylik, bizlar ham tushaylik, jangga qatnashaylik. Bo'ldi, jang tugadi degan. G'olib bo'lishgan. Mana shu joyda g'olib bo'lishgan. Kuylab ketayotganda 50 ta kamonchidan 40 tasiga yaqini tushib ketayotganda Abdulloh ibn Jubayr sahoba baqirarmish. Anasitum qawli Rasulillah. Rasulullohning so'zini esdan chiqardinglarmi? Hozirroq Rasululloh bizga nima dedi? G'olib bo'lsak ham, mag'lub bo'lsak ham mendan buyruq kelmagungacha tark etmanglar deganida, to'xtanglar birodarlar, tushmanglar desa ham 40 ta toshiga tushib ketdi. Xolid ibn Valid ana endi zaif nuqta ochildi dedi-da. Kamonchilarga hujum qilib 10 tasiga yaqin shahid qildi. Orqasidan burilib, musulmonlarni orqasidan qilich bilan zarba berdi. Oldida qochib ketganlar, orqaga qaytganda ikkita qo'shinning orasida musulmonlar ozchilik qolib ketishdi. Shu paytda qilichlar deydi, badanlarimizga tegayotgan, kimni burnini, kimni quloqini uchirib ketayotgan, kimdan qilich kelayotganini bilmay qoldik, chang to'zon ko'tarilib ketdi, torlikda qolib ketganimizdan deydi. Shayton alayhillan uni shu joyda paydo bo'lib turidimi degan ekan. Musulmonlar, orqanglardan ehtiyot bo'linglar, orqanglardan deganda, orqamizda ham dushman bor ekan deb bilmasdan qilich uraverdik, qarasak o'zimiz bilan jang qilib qo'yibmiz. Huzayfat ibn Yamoniyning otasi Yamon degan sahobani shu joyda qabrlari sahobalar o'zlari shahid qilib qo'ygan. Otam va birodarlar adashyapsizlar otam deb ulgurmadim, otamga qilich zarbasi tegib yerga tushib shahid bo'ldi. Payg'ambarimiz jangdan keyin xunini to'latgan sahobalar ekan. Xunini olib otam uchun deb sadaqa qilib yuborgan. Bu sahoba. Payg'ambarimiz atrofida 9 ta qoldi. Endi qochib boshladi. Hazrat Hamzaga Vahshiy ibn Harb turdi-da, kelib turib nayzani otganlarda kindik ostidan kirib orqasidan chiqib ketadilar. Bu yerga oldiga qarab turib yuzi bilan yerga yiqilganlarda Hind bin Utba kelib turib qornini yoradi. Jigarini ushlab chaynab yutaman deb yutolmasdan tupurib yuborib, Hazrat Hamza Allohning arslonini ko'zini o'yadi. Burnini kesadi, lablarini, quloqlarini kesib, badanlarini parcha-parcha qilib tashlaydi. Keyin maydonda Mus'ab bin Umayr Rasulullohning qilishini bayrog'ini ko'tarib turganga Abdulloh ibn Qomga keladi, o'ng qo'lini bir urib chopib yuboradi. Chap qo'liga ushaydi. Chap qo'liga ushaganda chap qo'lini chopganlarida yelkasiga qistirgan ekan Rasulullohning bayroq omonatini. Qistirganda yelkasiga zarba tegganlarida yuzi bilan yerga yiqilgan ekan. Rasulullohga yuzlari o'xshaganligi uchun yuzim bilan yiqilsam, Rasululloh o'ldi deb o'ylab qolishmasin, meni tanishmay qolmasin deb turib yuzi bilan yerga yiqilgan ekan. Mus'ab bin Umayr o'sha joyda ham payg'ambarimizni eslagan ekanlar, o'ylagan ekan. Shunda Rasulullohning atrofida 9 ta sahobaga endi makkaliklar yopirilib kelyapti otlarida. Payg'ambarimiz 9 ta sahobaga aytayapti, dushman kelayotgan paytda Rasulullohning gapi shu. En orqada sahobalar qo'llarida qilich. Nima degan? Bugun bizni himoya qilgan jannatda men bilan qo'shni bo'ladi degan payg'ambarimiz. Rasululloh bilan qo'shni bo'laman ekan deb sahobalar o'zlarining vujudini fido qilib olgan. 7 tasi o'sha joyda chiqib turib shahid bo'lib parchalanib ketgan ekan. Boyagi olomonga jamoatga 7 tasi chiqib parchalanib ketgan. Rasululloh bilan qo'shni bo'lishlik ilinjida. Shunda payg'ambarimiz birodarlarimizga insof qila olmadik deb turib xafa bo'lgan ekanlar. Payg'ambarimizning atrofida ozchilik odam qolganidan Nusayba onamiz, Nusayba ayol qo'liga qilichni olib yugurib keladi Rasulullohning oldiga. Rasulullohning oldida chap tarafida, o'ng tarafda himoya qilardi.
Rasulullohga hujum qilayotganlarga qarshi hujum qilardi. Rasulullohga otilib kelayotganlarga qarshi hujum qilardi. Payg'ambarimiz aytadi, Nusayba himoya qilganidek Uhudda meni biror bir erkak kishi himoya qilmagan deydi. Fa idal tafattu yaminan va shimalan, chap tarafimga qarasam ham Nusayba deydi. O'ng tarafimga qarasam ham Nusayba meni himoya qilyapti deydi. Shu paytda 12-zarbani yeb Nusayba onamiz yerga yiqilgandi. 12-zarba. Nusayba onamiz shunaqa bir jasoratli ayol bo'lgan ekanki, Mota jangida o'zini o'g'lini yo'qotganlar. Yo'qotganida xabar kelganda o'g'limni shu kun uchun tayyorlagan edim deydik. Shunaqa bir baquvvat ayol bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam atrofida hech kim qolmaganda, endi Rasulullohga aziyat shu joyda yetadi. Abdulloh ibn Qomiy kirib keladi. "Yo, bugun men o'laman, yo Muhammad o'ladi" deb Rasulullohning oldiga kirib kelib, birinchi qil zarbasi bilan Rasulullohga uradilar. Rasulullohning badaniga tegadi, yelkasiga. Yelkasiga tegib 2 qavat sovut kiyganliklari uchun yirtib o'tmaganlar, lekin og'rig'idan bir oy Oysha onamiz aytadi, Rasulullohning yelkasi qiyshayib yurgan. Ikkinchi zarbani urganlarida deydi, yuziga tegganlarida yuzidagi dubulg'ani temirlari sinib Rasulullohning yuzini yirtib kirib ketgan ikki tarafidan, yanog'ini teshib. Shu paytda Abdulloh ibn Shahab Rasulullohga urgan zarbasidan peshonasi bilan burni singanlar. Utba bin Abi Waqqos urganlarda lavi yollib turib, ikkinchi pastdagi o'ng tarafdagi tishlari singan. Rasulullohning yuzlari qonga belangan holatida Allohim qavmim buni bilmay qilyapti, uni gunohlarini mag'firat qilgin degan ekan. Allohning azobi kelib qolmasin bularning ustiga. Hozir Habibullohni yuzini qonga belashdi deya Allohning azobi kelib qolmasin deya Allohim mag'firli qavmi fa innahu la ya'lamun. Allohim qavmimning gunohini mag'firat qil, ular bilmay qilyapti buni deb aytgan ekan. Mana rahmatan lil alamin, olamlarga rahmat qilib yuborgan payg'ambar. Payg'ambarimiz chuqurga tushib, tizzalari shilinib ketadi. Shu paytda Muhammad o'ldirildi degan xabar tarqaladi. Shayton kelib qichqiradi, Muhammad o'ldirildi deganda sahobalarning qo'llaridan qilichlar tushib ketadi, jang qilishmay qo'yadi. Payg'ambarimizni himoya qila olmadik deydi. Anas bin Nadr boyagi jangdan oldin Allohga bergan ahdim bor degan sahobaga navbat keldi mana. O'zini rolini o'ynashlik navbat. Qo'liga qilichni oladi, sahobalar orasiga qonga belangan holatda kirib kelar ekan. Nima bo'ldi erkaklar jamoasi? Nimaga jangni to'xtatdinglar, qilich tashladinglar deydi. Rasululloh himoya qila olmadik, endi Rasululloh yo'q, nimaga kurashamiz? Nima uchun jang qilamiz? Kimni himoya qilamiz deganlarida Anas bin Nadr aytgan ekan. Rasululloh o'lgan bo'lsa, endi yashashning nima qizig'i qoldi? O'lish ham ming, o'lib ketish Rasululloh orqasidan. O'laylik, qo'linglarga qilishinglar olinglar. Allohim, mana shu jangni to'xtatib qo'ygan birodarlarning nomidan men sendan uzr so'rayman. Mana shu din dushmanlaridan men bariman, bezorman deb turib qo'liga qilishni olib, senlar jang qilishmasang Rasulullohdan keyin yashamayman, o'laman deb o'zi yolg'iz Makkaliklar orasiga kirib ketgan ekan. O'zi yolg'iz kirib jang qilgan paytda badanlari 70 dan oshiq qilich zarbalari bilan parcha-parcha bo'lib ketgan ekan. Sahobalar qo'liga qilichni oladi, Anas bin Nadrni shijoatlanib jangga kirib, o'lamiz bu yog'iga deydi. Quduqdan payg'ambarimizni kim chiqaradi? Hazrat Ali chiqarganda Ka'b ibn Malik tanib qoladi. Ana Rasululloh tirik ekan deganda yana hujum kuchayganda sahobalar endi Rasululloh himoyasiga yuguradi. Atrofini o'rab olishadi. Abu Dujonaning yelkalariga o'qlar sayilib ketgan ekan. Rasulullohga qalqon bo'lib to'sganlar, o'qlar sayilgan ekan. Talha bin Ubaydulloh Rasululloh himoya qilyapti, barmoqlari uzilib ketgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'dga otam, onam sizga fido bo'lsin, ey Sa'd, oting deb o'qni olib berib turardi. Sa'd Rasulullohning qo'lidan o'qni olib dushmanga otardi. Payg'ambarimiz atrofida sahobalar jamlanadi. Rasululloh mana shu tarafdagi toqbor Shaqqul Mihroz g'origa chiqib ketishlikka qaror qilib, chiqa olmayotganlarida Talha bin Ubaydulloh shunday enkay berar ekan. Ya Rasululloh, belimga oyog'ingizni qo'yib toqqa chiqib keting deganlar. Rasululloh oyoqlarini Talhaga qo'yib turib, jannat vojib bo'ldi Talha, jannat vojib bo'ldi Talha deb chiqib ketgan ekan. Shunda Abu Bakr aytadi, Uhud kimning yutug'i deb so'rasanglar, Talhaniki deb aytardim deydi. Toqqa chiqqanlarida payg'ambarimiz dubulg'asini yetsa, ikkita temir botgan. Endi qizlari yetib kelgan. Fatima onamiz yuzini yuvaman desam, otamning yuzi qonga belangan holatda deydi. Abu Bakr temirni chiqaraman deb harakat qilayotganda Abu Ubayda kelib, Alloh uchun menga bering, men Rasululloh yuzidagi temirni chiqaray dedim. Qo'lim bilan to'rsam Rasulullohga aziyat berishligini bilib deydi, tishim bilan tishlab o'ynatib, sug'urdim. Temir ham chiqdi, tishim ham sinib ketdi deydi. Ikkinchi tarafini tishlab turib sug'urdim temirni, temir ham chiqdi, ikkinchi tishim ham sinib ketdi deydi. Payg'ambarimiz yuzidagi qonni qizlari Fatima onamiz yuvar ekanlar. Shu so'zni aytgan ekan Fatima onamiz. Qanday qilib bir payg'ambarning yuzini qonga belagan bir qavm najot topadi deganlarda payg'ambarimiz Allohim qavmim bilmay qildi buni, gunohlarini mag'firat qilgin deb turardi. Allohim qavmim bilmay qildi buni, gunohlarini mag'firat qilgin deb. Azob yuborib qo'ymasin bularni, halok qilib qo'ymasin. Haqiqatda mana shu joyda Rasulullohning joniga qasd qilganlar aksarlari keyinchalik iymon nasib bo'lgan.
Payg'ambarimiz shuni xohlagan bular. Jannatga shu holatda do'zaxga ketib qolmasin, jannatiy bo'lib ketsin deb xohlagan. Bo'zni qizdirib turib bostirganimdan keyin qon to'xtadi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jangdan keyin tushadi maydonga. Shahidlarni qarayotsa, ne ko'z bilan ko'rsin, Hazrat Hamzani ko'radi. Kitobda keladiki, tizzalari bo'shashib ketdi, Hazrat Hamzani oldiga shunday yiqilib tushib yig'lay boshlaydi deydi. Hamza radhiyallohu anhu jasadlarini ko'rib turib, sizdek qattiq musibat bilan musibatlanmaganman deydi. Ya'ni siz bilan men shunday qattiq musibat bilan musibatlandimki, sizni yo'qotib, bunday qattiq musibat boshimga kelmagan shu paytgacha deydi. Keyin Hazrat Hamzaga qarab turib, shuni sizga ravo ko'rishdimi, ey amaki degan ekan. Shuni sizga ravo ko'rishdimi? Axir siz men sizni taniganimdan beri yaxshiliklarni qilguvchi va qarindosh urug'larni rishtalarni bog'laguvchi inson edingiz. Shuni sizga ravo ko'rishdimi? Vallohi kelasi jangda agar men bulardan g'olib bo'lsam, sizni qasosingizni olib jasadlarni xuddi siznikidek qilib parchalayman degan ekan payg'ambarimiz. Achchiq ustida. Shunda Sa'dni topinglar, Sa'd ham jangga qatnashgan edi, ulug' sahobani istab turadi. Sahobalar jasadlarini istab turayotganda Sa'dni istab borsa, Sa'd oxirgi nafasini berayotgan bo'ladi. Qabri shu yerda. Ey Sa'd, Rasululloh sizga salom aytdi deganlarda, Sa'd mendan ham Rasulullohga salom ayting deydi. Qon holatda deydi. Shunda birodarlarimga oxirgi omonatimni yetkazib qo'ying degan. Eslab qolaylik shu omonatni Sa'd. Birodarlarim tirik bo'la turib, orqamda qolayotgan birodarlar, sahobalar, musulmonlar tirik bo'la turib, Habibullohga Rasulullohning qiliga zarar keladigan bo'lsa, Allohning huzurida hisob berish olmaydi, uzri yo'q deb jon chiqarib olgan. Payg'ambarimizni o'ylab jon chiqarib olgan. Keyin yangi uylangan, kecha uylangan Hanzala bin Abu Omirni istaylar, qayerda ekan desa, u ham yerda yotibdi. Badanlari parchalanib ketgan, kecha uylangan sahoba jangga qatnashib shahid bo'lgan. Qarasi ustivoshi ho'l. Junub holatda chiqib kelganligi uchun osmondan Alloh mana shu bandasiga iltifot qilib farishtalarni yuborib g'usl qildirgizgan ekan. Mana shu joyga dafn qilingan sahoba. O'sha tunda ayol homilador bo'ladi, 7 pushtigacha Qur'onni qori hofizlar bo'linmasdan kelgan ekan. Bu sahobaning 7 pushti. Alloh uchun bir narsadan voz kechsangiz, Alloh hech qachon bu yaxshiligingizni unutmaydi. Alloh sizga siz xohlaganingizdan ziyodasi bilan yaxshiliklar ato etadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushib shahidlarning qabrlarini qazitib turib, bitta qabrga 2 tadan 3 tadan shahidni ko'mganlar. Qaysini birinchi tushiraylik degan. Bitta qabrga 2 tadan 3 tadan. Qur'onni qaysi ko'proq yodlagan bo'lsa, shuni birinchi tushiringlar degan. Shunday qilib dafn qilingan. Saf turinglar. Saf turadi, Allohga uzoq hamd sano aytadi, musibat yetsa ham Habibulloh. Qaytib ketayotganda Madinadan ayollar yugurib chiqib kelgan, o'zlarini unutib qo'ygan. Shunda bir ayol bor, Hamna binti Jahsh. Tog'angizni yo'qotdingiz, Hamzani, ey Hamna deydi ayolga. Allohnikimiz, Allohga qaytguvchimiz deb sabr qiladi. Jigaringiz, akangiz Abdulloh bin Jahshni yo'qotdingiz jangda desa, Allohnikimiz, Allohga qaytguvchimiz deydi. Kuyovingiz Mus'abni ham yo'qotdingiz deganda yig'lab yuboradi. Shunda payg'ambarimiz chiqib kelib, ayol kishining qalbida eriga bo'lgan muhabbati boshqacha bo'ladi deganlarda payg'ambarimiz yuziga qarab turib, sizni yo'qotganimga chidolmasdim, bularga chidayman ya Rasululloh degan ekan. Tog'asini, akasini, kuyovini yo'qotib, Rasulullohning yuzini ko'rib, sizni yo'qotganimda chidolmasdim. Siz salomat ekansiz, bularga men chidayman ya Rasululloh degan ekan. Rasululloh xursand bo'lgan. Ummu Sa'd onamiz o'g'lini yo'qotgan. Ya Rasululloh, o'lganlarimizdan xabar bering deganlarda, o'lganlar ruhlari hozir jannatda yashil qushlarning ichiga joylashtirilib, jannatning ichida qiyomatga davr noz-ne'matlarni ozuqalanib yurishadi va qiyomat kunida o'z yaqinlarini jannatga shafoat qiladi. Alloh ular shafoatini qabul qilib olib kiradi deydi. Shunda ayol Ummu Sa'd onamiz, ey ayollar, motam saqlamanglar, xursandchilik, o'lganlarimiz jannatga tushibdi degan ekan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrat Hamza bilan jiyani Abdulloh bin Jahshni bitta qabrga ko'madi. Abdulloh bin Jahshni ko'mayotganda quloqlari, burnlari kesilib ketgan bo'ladi. Sa'd radhiyallohu anhu payg'ambarimizning kamonini otgan, o'qini olib otgan sahoba aytib beryapti. Shu jangga chiqishimizdan oldin Abdulloh bilan o'tirib, jangdan oldin bir-birimizga duo qilgan edik deydi. Abdulloh birodarimga, kel, jangga chiqishdan oldin duo qilamiz. Meni duoyimga sen amin deysan, meni duoyimga men amin deyman. Bir-birimiz duoyimizga amin deymiz degandik deydi. Shunda Sa'd qo'lini ochib shunday degan ekan. Ey Allohim, jangda menga eng kuchlisini ro'paro keltir. Un bilan men kurashay, men uni g'olib qilib, g'animatini qo'lga kiritay dedim. Abdulloh amin deb meni duoyimga amin dedi. Keyin Abdulloh qo'lini duoga ochdi. Hazrat Hamza bilan ko'milayotgan. Nima deb duo qilgan ekan bilasizmi? Ey Allohim, jangda menga eng kuchlisini ro'paro keltir. Men un bilan jang qilay, u men bilan jang qilsin, u meni yengib, yerga yotqizib, qatl qilib, shahid qilsin. Va meni burunlarimni, quloqlarimni kesib yuborsin.
Qiyomat kunida seni huzuringga chiqqan paytimda burunsiz, quloqsiz sen menga qarab turib, "Ey bandam Abdulloh, burning nima bo'lib kesildi, quloqing qayerda kesildi?" deganingda, "Seni yo'lingda kesildi" deb ayta olay degan ekan. Shunday deb duo qilgan ekan. Shunda Sa'd aytadi, "Birodarimni bu duosiga amin degim kelmadi" deydi. "O'limni tilayapti" deydi. Deganimda menga qarab, "Birodar, so'z bergansiz, amin deyman dedingiz. Deng amin" deganda amin dedim va duosi ijobat bo'lib ko'milayotganda quloqlar, burunlari kesilib ketgan ekan. Buni umidi, ajrini Allohdan kutgan ekan. Huzuriga chiqib, "Qani quloq bilan burun desa, seni yo'lingda fido qildim" deyman-u, shu meni najotimga sabab bo'ladi dedi. Hazrat Hamza bilan bitta qabrga ko'milgan. Bizlar bularni nima uchun ziyoratga kelyapsiz bilasizmi? Ular yosh qizlar yerga berilayotgandan saqlagan bular. Tug'ilgan qiz chaqaloq xonadonda balo ofat deyilgan mana shu jirkach hayvoniy ishni to'xtatishlik uchun jon berishgan. O'zi to'p bo'lib, qo'shnisi ochayotgan bizdan emas degan mana shu qadriyatni yetkazishlik uchun bular jon berishgan. O'zing uchun ravo ko'rganingni birodaring uchun ravo ko'rmaguningcha bizdan emassan degan mana shu shiorni, mana shu odobni yetkazishlik uchun jon berishgan. Boylar boyligi bilan mag'rurlanmasin, kambag'allardan xabar olib yordam qo'lini cho'zsin degan mana shu qadriyat uchun jon berishgan. Ota-onani xizmatini qilib, oq bo'lmasdan ota-onaga xizmat qilib, mehrini olib, duo qilib jannatinglarni yutib ketinglar degan qadriyat uchun bular jon berishgan. Shular uchun biz hozir ota-onamizni qadrini bilyapmiz. Qo'ni-qo'shnidan xabar olyapmiz, qavmi qarindoshdan xabar olyapmiz. Qiz farzandi ko'rgan ota xursand bo'lyapti, do'zaximning pardasi tug'ildi deb. Qiyomat kunida bu meni do'zaxdan parda bo'ladi deyapti. Bizlar xursand bo'lyapmiz, onamni duosini olsak jannat onalar oyoq ostida. Shu shior mana shularni qonini evaziga kelgan. Shular jonlarini bergan. Shular shuning uchun turib bergan. Shuning uchun biz bulardan qarzdormiz. Hozir bularning haqlariga duo qilamiz. Bularga salom beramiz va bularni saflarda qiyomat kuni Alloh taolo bitta safda bizlarni jamlashligini so'raymiz. Qarzdorimiz shu qarzimizni to'lagan ekan inshaalloh. Toqqa chiqishim yo'q. Hozir men bilan birgalikda turasizlar, qabr tarafiga qaraymiz, salom beramiz, orqasidan duo qilamiz. Xatmona bormi? Bor. Xatmonalaringizni sanab o'tirmaymiz. Hojiona, xatmonalaringizni ayollardan ham olaman men, erkaklardan ham xatmonalaringizni olib turib, duoingda mana shu joyga o'tirgan jamoatimiz nechta xatmona o'qigan bo'lsa, shularni bag'ishlab qo'yadi shu yerda. Payg'ambarimiz ashabi Jannatul Baqiyda yotgan sahoba-ikromlar, Uhud shahidlari, Makkadagi Jannatul Mualla va o'tganlarimizning ruhlariga bag'ishlab qo'yamiz. Birinchi salom beramiz, keyin duo qilamiz, keyin bag'ishlab qo'yamiz. Orqasidan qaytalaysiz. O'tirgan holatda ham bo'ladi. Xo'p, eshitamiz, qaytalaysiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ya shuhadaa. Uhud. Va inna inshaalloh. Bikum. لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية والمغفرة لأهود شهيدلari. Allohning salomi sizlarga bo'lsin. İnşallah bizler ham yaqinda sizlarning qatoringizga qo'shilamiz. Alloh taolodan sizlar uchun afiyat va mag'firat tilaymiz. Amin. Allohim Uhud shahidlaridan o'zing rozi bo'lgin, maqomlarini aziz qilgin, savobi ajrlarini qiyomat kunida bizlarni nomimizdan mukammal qilib ber. Allohim mana shu joyda Uhud shahidlarining qatorlarida turib, saflarda turibmiz. Allohim qiyomat kunida mahshargohda zinokorlarning saflari bo'ladi, benamozlarning saflari bo'ladi, o'g'rilarning saflari bo'ladi. Shularning saflarida emas, bizlarning saflarimizda jannatiy bo'lgan Uhud shahidlarining saflarida bizlarning ota-onalarimizni, zurriyot, o'g'il, qiz farzandlarimizni mana shularning saflarida bo'lishni Alloh nasib muyassar qilsin. Allohim mana shu jamoatimizning o'qigan xatmonalari bor ekan, barchalarini hoji ota, hoji onalarimiz nomlaridan beriyo benuqson dargohingdan qabul qilgin. Hosil bo'lgan har bir harf, har bir kalima, har bir oyatidan hosil bo'lgan savobi samarasini avvalambor Allohim boshimizning toji, qalbimizning sultoni bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruhlariga, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ahli bayti, azvoji tohirat, mu'minlarning onalari bo'lmish sahobiya onalarimizning ruhlariga, Jannatul Baqiyda yotgan 10 mingtaga yaqin yotgan sahoba-ikromlarning va boshqa mu'mina muslimalarning ruhlariga va xossatan mana shu joyda turib tomosha qilib turganimiz jannat
egalari bo'lgan Uhud shahidlarining ruhlariga bag'ishladik. O'zing vosil aylagin ya Robbil alamin. Hosil bo'lgan savob samaralarini Makka mukarramada, jannatul muallada yotgan Hadicha onamizning ruhlariga bag'ishladik. O'zing qabul aylagin ya Robbil alamin. Hosil bo'lgan savob samarasini hoji ota, hoji onalarimizni, o'zlarini, ota avlod, ona avlod o'tganlari bo'lsa, barchalar ruhlariga bag'ishladik. Yotgan joylarini Qur'on nuri bilan munavvar aylagaysan. Yotgan joylarini jannat bog'chalaridan bir bog'cha qilib, jahannam chuqurlaridan bir chuqur bo'lishligidan Allohim o'zing asragin. Allohim bularni qiyomat kunida Uhud shahidlarining qatorlarida shafaatlariga noil bo'lishligini Alloh nasib muyassar qilgaysan. Allohim Uhud shahidlariga muhabbat qo'yib, mana shu joyga kelib ziyorat qilyapmiz. Mana shu ziyoratimiz, mana shu muhabbatimiz evaziga bizlarni ham zurriyotlarimizdan, qiz o'g'illarimizdan Hazrati Hamza, Hazrati Mus'ab kabi ayollardan esa Nusayba binti Ka'b, Safiya onalarimiz kabi diniga, eliga, yurtiga, seni diniga xizmat qiladigan solih, soliha, qori, qoriya, iymonli, insofli, e'tiqodli zurriyotlarni tarbiya qilishlikni bizlarga nasib muyassar qilgin. Allohim qiyomat kunida ham mana shu Uhud shahidlari bilan birgalikda bo'lishni Alloh nasib muyassar qil. Payg'ambarimiz mana shu Uhud tog'ini jannatiy tog' dedilar. Qiyomat kunida jannatga kiradi. Jannatingga kirib jannatda ham tomosha qilishlikni bizlarga nasib muyassar qilgin. Allohim dardlariga darmon so'ragan, shifoxonada yotgan kasallar bo'lsa, Allohim kasallar dardlariga darmon bergin. Allohim qarzga botib, qarzdan najot so'rayotganlarga Allohim qarzdan kushoyish berib najot bergin Allohim. Qiz, o'g'il, farzand so'rayotgan, nevara so'rayotganlarni Alloh taolo o'zing farzandlar bilan siylagin. Farzand berib qo'ymasdan farzandlarni Allohim iymonli, xayrli, e'tiqodli farzandlardan bo'lishini Alloh nasib muyassar qilgin. Mana shu joyga kelib duo ochib turganlarimizni ota-onalari dunyolardan o'tib ketib mana shu joylarni ziyorat qilish olmadi. Allohim mana shu o'tib ketgan ota-onalarimiz bizlarni mana shunday iymonli, e'tiqodli, insofli bo'lib o'sib voyaga yetishligimiz uchun o'zlarini mehnatlarini ayashmadi. Mana shularni ham Allohim mana shu qilayotgan ibodatlarimizdan, mana shu qilayotgan har bir qilayotgan savob ishlarimizdan qabrlarda bahramand aylagaysan. Qiyomat kunida mahshargohda bizlarni uchrashtirib, jannatingda birga bizlarni jamlagaysan Allohim. Mana shu joylarga kelib muqaddas joylarni ziyorat qildik. Allohim umrimizdagi oxirgi ziyoratlardan aylamagin. Yana takror mana shu joylarga kelib ziyoratlarda, ibodatlarda, to'atlarda bo'lishni Alloh nasib muyassar qilgin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. ولكن بردوا كلهم مش جميع. Ya Allah da عليك.